Suv hayot manbai. Uni asrab-avaylash, tejab ishlatish, har bir tomchisini qadriga yetish haqida yosh avlodga to'g'ri tushuncha berish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Chunki aynan maktab yoshida shakllangan ekologik madaniyat kelgusi jamiyatning tabiatga munosabatini belgilab beradi. Shu jihatdan ta'lim muassasalarida suv resurslaridan oqilona foydalanishga oid amaliy va targ'ibot tadbirlarini o'tkazish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Andijon shahridagi 20-maktabda tashkil etildi. Mazkur ta'lim dargohida bugungi kunda 44 nafar pedagog, 600 nafar o'quvchiga ta'lim bermoqda. Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati xodimlari maktabga tashrif buyurib o'quvchilar ishtirokida ochiq dars o'tkazdilar. Unda ichimlik suvining isrof qilmaslik, uni tejab ishlatish, kundalik hayotda oddiy qoidalarga amal qilish orqali katta natijalarga erishish mumkinligi haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Andijon viloyati suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatidan xodimlar kelib, maktabimizga, ya'ni o'quvchilarimizga suv haqida tushunchalar berib o'tildi. Ya'ni o'quvchilarimiz o'z savollarini, ya'ni suv aksiyadorlik jamiyati xodimlariga berib o'tishdi, hamda o'zlariga kerakli bo'lgan bilimlarga ega bo'lishdi. Suv haqida, suv qadr-qimmati haqida tushunchalarga ega bo'lishdi. Bunday uchrashuv, ya'ni tadbirlarimiz kelajakda bundan-da ko'proq bo'lishini juda ham xohlaymiz. Suv ta'minoti xodimlariga katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bunday uchrashuvlar o'quvchilar ongida suvga nisbatan mas'uliyat va ehtiyotkorlikni shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.